Agarda uyingizda bitta dona kuchugingiz bo'lsa ham, yoki mana shunaqa mushugingiz bor. ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu video sizlar uchun juda foydali bo'ladi. Bu videoni iti bor tanishlaringizga hozirdan jo'nattirib qo'ying. Kanalga obuna bo'lishni esa unutmang. Itlarni 21 kunligidan boshlab gijasizlantirsak, ham o'zimiz uchun xavfsiz bo'ladi, ham o'zlari yaxshi o'sib, yaxshi yetilib, chiroyli bo'lib, mana shunaqa kallasi katta bo'ladi. Itlarni profilaktik chora-tadbir maqsadida har 3 oyda bir marta gijasizlantiriladi. Bunda quyidagi preparatdan foydalansangiz bo'ladi. Bravanol M tabletkasidan mana shunaqa gavdali 20 kilolik kuchuk bo'ladigan bo'lsa, 5 ta tabletkadan yedirasiz. Bu degani bitta tabletka 4 kilo tirik vaznga hisoblab beriladi. 3 oyda bir marta berib tursangiz agar, o'zingiz ham, itingiz ham xavfsiz bo'ladi. Ha, aytgancha, agarda yoz paytida ko'zlar mana shunaqa yoshlanib yoki parda qoplaydigan bo'lsa, ko'zning ichida parazitlar bo'ladigan bo'lsa, bunda oftalma geldan foydalansangiz bo'ladi. Ertalab va kechqurun farqi 12 soat bilan surtiladi. Yengilroq bo'lsa bir kunda bir mahal surtiladi. Общий kurs 3 kundan 5 kungacha qilinadi va polностью sog'lom bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va bu videoni it boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz foydali bo'ladi. Sizlar bilan Roma Vetus bo'ldi.